Bu narsani faqat sayyohlarimiz qiladi. Bilmayman nega. Sayyohlarda shu narsa odat bo'lib qolganmi yoki ularning tushunchasi bormi? Mana shunaqa paketlarni ichiga yig'ib, musullarni ular choyli qilib yoki tashlab ketishadi yoki provodnikka berib oldirib qo'yishadi. Endi sizlarga savol beraman. Buni kim qilgan? Mana men ishga olam hayron. Videolar qilamiz, murojaatlar qilamiz, iltimos qilamiz. Baribir eski to'g'ri. Ololmayapman do'yib nafas, gapirsam o'rtoqlarim deydi menga qo'yindama. Boshqalar biz bilmaymiz, bu bizni bo'yinda emas. Ko'zingni ochchi inson biz o'yinda emas. Hamma narsa kerak tez va tayyor. O'z tabiatini o'zi ko'kka sovurgan inson. Butun dunyo tushundi-ku sen qachon o'rganasan. Kelajak demayman, keyingi yilni o'ylab ko'r. Tasavvur qilib bundan sal yomonroq bo'lsa, bu ketishda hammasi rasvo bo'lishi turgan gap-ku. Bugun ekishdan ko'ra chopishni o'rgangan ko'p. Shu kunlarda ololmayapman to'yib nafas. Yuqori tezlikda harakatlanuvchi bir dona Afrosiyob elektropoyezdida bir kunda o'rtacha 590 nafar yo'lovchini tashkil etib, bu degani 6 oy davomida tashiladigan yo'lovchilar soni 106.560 nafarni tashkil etib kelmoqda. Shunday ekan, yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob elektropoyezdiga bo'lgan talablar yuqoriligini ko'rishingiz mumkin. Yuqori tezlikda harakatlanuvchi Afrosiyob elektropoyezdlarida muntazam ravishda reys oldi tozalik ishlari olib boriladi va tozalik vositalari bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari, Afrosiyob elektropoyezdining yo'lovchilar o'tadigan yo'lagi, ya'ni kavralalari 6 oyda bir marotaba almashtirib boriladi. Ijtimoiy tarmoqqa bu videomizni joylaganimizdan so'ng ijtimoiy tarmoq faollari bizni haqorat qilib izohlar qoldirishdi. Bu xabarlar yolg'on xabar, kanalga spam bosinglar. Bu yolg'on xabar. Hattoki aytib bo'lmaydigan darajada izohlar yozishdi. Ammo biz ham ma'lumotni osmondan yoki shunchaki sun'iy intellekt qilib olganimiz yo'q. Aslida bu ma'lumotlarni agar boshidan ko'radigan bo'lsangiz tushunib olasiz. Biz bu videoni chiqarishdan maqsad nima edi? Poyezd boshlig'i o'zining Instagramdagi sahifasida qoldirgan bu videoda ko'rishingiz mumkinki, o'zga yurtdan kelgan mehmonlar albatta o'zlarining chiqindilarini alohida qoplarga solib yoki bo'lmasam poyezddagilarga aytib oldirib tashlashadi. Ammo bu xatti-harakatlarni aynan o'zimizga o'zbeklar qiladi. Poyezd boshlig'i ham o'zimizning o'zbeklardan tozalikka rioya qilishlarini iltimos qilgan. To'g'ri, Afrosiyob poyezdiga chiqqanimizda u doim toza bo'ladi, ammo chiqib ketayotganda ba'zi joylarga e'tibor berganda juda